Assalomu alaykum. YouTube'dagilar hamma yaxshimi, tinchmi, sog'mi, salomatmi? Bugun yarmarka boshlanyapti. Jomboyda, Samarqand shahar Jomboyda. Demak, Samarqanddan Toshkent boradigan trassada joylashgan. Ketdik, birga o'z hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, 3-5 mart bu yerga kelishga Samarqandda vokzal avtobuslarida tekin avtobuslar qo'yilgan. O'sha vokzaldan bu yergacha bemalol kelib ko'rib chiqsalaringiz bo'ladi. Har yili bo'lyapti. Juda yaxshi tashkillashtirilyapti. Shu yerda kelasizlar, kirasizlar. Kirish uchun bejiklar beriladi. Bejiklaringizni olsalaringiz bo'ladi. Hozir men ham o'zimnikini olishim kerak. Mana oldik, mana bu bejiklarni taqib ketamiz endi ichkariga. Juda katta yarmarka, juda katta. Dahshat. Bu yerga har bir kishi o'zi kelish kerak, ko'rish kerak. Dronlar bor, qishloq xo'jaligi yarmarkasi. Kimga nima kerak, hamma narsani ko'rib ketsin. Uyda zerikib o'tirgancha muammolar bilan andarmon bo'lguncha, nima deydi, muammolardan qutulish uchun, tashvishlardan qutulish uchun bir kelib ko'rib ketsa bo'ladi. Kirish tekin. Hamma sharoitlar bor. Biz endi hozir meni yarmarkam bo'lyapti. Nima deydi? Meni joyim, asal sotadigan joy. O'sha yerga boryapman. Bu katta zaldan chiqib endi asal yarmarkasiga boryapmiz. Bu to'g'rida oshxona. Shu oshxonaga kirib ovqatlansa bo'ladi. Obedda kim ro'za bo'lmasa, kim ro'za bo'lsa kechqurun iftor. Iftor tekinmi yo'qmi hali bilmadim. Ana shu yerda bizlar ichkarida joy olganmizlar. Ichkarini ham bir ko'rsatib o'taman. Hol 2. Shunday kirganda ana shu yerda bizning yarmarkamiz bo'lyapti. Asal ferma Samarqand deb Manzil Abul Mansur 10, nomer o'sha. Mana jonim savdoda. Bu asallar. Jida asali, kigud asali, yantoq asali, rayhon asali. Şuradan sotyapmiz asallarni. Asal bor, gulchanglar bor, propolis bor. Arni uyi bilan. Shunaqa mana ari ini. Hammasi shu yerda. Kelinglar, kutamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.